Xullas, qarindoshlar, bitta qulpinayni olib, parre qilib to'g'rab, undan keyin olmani somoncha shaklida to'g'rab, mendishki allambalo qog'ozni suvga botirib, uni ustidan qulpinay ustidan olmani ustidan mangoni solib, shunaqa xamir xasibga o'xshab o'raydigan bo'lsa, bay narsa bo'lar ekanmish-da. O'xsharmikan ha? Deb turib sizni qiziqqon qarindoshingiz bu retseptni tayyorlab ko'rishga kirishib ketdim. Qarindoshlar, har kuni har xil retseptlarni sizlar uchun sinab ko'rsataman-da. Faqat to'g'risini aytinglar kommentariyada. Sizlarga bu retseptlarni shunaqa ko'rsatib berishim yoqadimi o'zi? Retsept bo'yicha mango solish kerak edi. Men shaftoli solishga qaror qildim. Qarindoshlar, mana bu janavar guruchdan tayyorlangan qog'oz ekanmish-da. Iliq suvga soladigan bo'lsangiz, shunaqa yumshab, prozrachniy bo'lib qolar ekan. Qarindoshingiz xuddi videoda ko'rsatgandek hamma narsani ustma ust solib, andan keyin bu janavarni xamir xasibga o'xshatib o'rasak bo'ldi ekan. Qarindoshingiz siz uchun Xitoydan narsa zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tayyorlab qo'ygan. Bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga marhamat qarindoshlar. Qarindoshlar, siz kutgan daqiqalar, ya'ni eng asosiy degustation joyi. Bu mevali desertimizni shokolad bilan yemasak bo'lmasdi. Sizlar buni mazasini so'ramanglar, men aytmay. Mazasi neobичный bo'lar ekan. Xo'p, men buni shokolad bilan yeb ko'rdim. Menga mazasi juda ham yoqdi. O'zi originali bo'yicha qaymoqqa botirib yeyish kerak edi-ya buni. Qaymoqqa botirib ham yeb ko'rdim, lekin mazasi shokoladchalik zo'r emas qarindoshlar. Shokolad bilan yaxshi sachitashsa qilar ekan. Mana shu desertni kim bilan yegilik yeyotgan bo'lsa, videoni o'shanga tashab qo'yinglar.